ئىسكەندەر زۈلقەرنەين. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين. Alexander the Great. Qadimqi zamondagi islohchilar ichida eng mashhuri hisoblanadi. U milodidan burun 356-yili Gretsiya tavasidagi Makedoniyaning poytaxti Pirada tug'ilgan. Uning otasi Makedoniya podshohi Filip II nihoyatda qobiliyatlik, yiroqni ko'rar odam edi. Filip II Makedoniya qo'shinining qurilishiga nihoyatda ahamiyat beradi. U bu qo'shinni g'oyat zo'r kuchlik, qurolliq kuch qilib chiqqan edi. Bu qo'shin bilan hammadan avval Shimoliy Gretsiyadagi ba'zi joylarni qo'shib olib, ondan janubga yurish qilib, Gretsiyaning zo'r qismini o'z ichiga olgan Gretsiya shahar davlati qurib chiqib, o'zi hukmronlik qilgan edi. Dal u Persiya imperiyasiga hujum qilmoqchi bo'lib turganda baxtga qarshi qaslab o'ldirildi. U chaqda aran 46 yoshda edi. Otasi qazo topganda İskəndər Zülqərnəyin əmdi 20 yoshga kirgan edi. Biroq u hech qanday to'solg'isizla podshohlik taxtiga chiqdi. Chunki uning otasi oldi bilan uning uchun bu o'rinni tayyorlab qo'ygan edi. İskəndər Zülqərnəyin ma'lum urush tajribalarini yakunlab chiqdi. Uning ustiga uning otasi odatda uningga madaniyat tarbiyasi berishga nihoyatda ahamiyat beradi. U olamshumul obro'yga ega faylasuf Aristotelni uningga ustozlikqa taklif qilib bergan edi. İstilo qilingan allardagi xalqlar Filip II'ning o'limidan foydalanib Makedoniyaning asoratidan qutulmoqchi bo'ladi. Biroq İskəndər Zülqərnəyin taxtga chiqib 2 yil ichida barliq raqiblarini mag'lub qiladi, ondan Persiyaga hujum qilishga tayyorlik ko'rdi. Persiya imperiyasining territoriyasi nihoyatda zo'r edi. G'arbda O'rta Yer dengizigacha, sharqdan Hindistongacha boradi. Gerçi uning eng qudratli davri o'tib ketgan bo'lsa-mu, yanala İskəndər Zülqərnəyinning kuchlik dushmani edi. Milodidan burun 334-yili İskəndər Zülqərnəyin askar tortib Persiyaga hujum qiladi. U o'zining Yevropadagi dafna dunyosini saqlab qolish uchun bir qism qo'shinini davlatida qoldirib qo'ydi. Shuning uchun u 35 ming askar tortib urushga atlandi. Paris qo'shinlariga selishtirganda uning qo'shini xeyli bak ojiz edi. Gerçi uning qo'shini son jihatda ustunlikni egallamasa-mu, biroq g'alabalarni qo'lga keltirgan edi. Uning bundaq g'alabalarni qo'lga keltira olishida mundaq 3 sabab bor edi. Biri, otasidan uningga qolgan bu qo'shin sifati yuqori, tashkil intizomi ching, Paris qo'shinidan xil qo'shin edi. Ikkinchisi, İskəndər Zülqərnəyin talantliq, tangdoshsiz qo'mondan edi. Uchinchisi, İskəndər Zülqərnəyin bahodir odam edi. U bosh qo'mondan bo'lish sifati bilan orqa safda turib qo'mondonlik qilsa tamoman mumkin edi. Biroq u o'lim xavfiga qaramay askarlardek hujum qilib mang'atdi. Bu uning uchun nihoyat xatarlik edi. Shunglashqa u ko'p qatim yaralangan edi. Jangchilar qo'mondonning o'zlari bilan xeyim xatarda billa bo'lganligini ko'rib, g'ayrati hasilab ashatdi-da, botirlik bilan jang qilishadi. İskəndər Zülqərnəyinning qo'lga keltirgan g'alabalari dal uning mushundoq fazilatining mevasi edi. İskəndər Zülqərnəyin askar tortib oldi bilan kichik Osiyoga kirib, u yerdagi bir bo'lak qo'shinni mag'lub qildi. Ondan Suriyaga yurish qilib, Isosda Persiyaning cho'ng qo'shinini mag'lub qildi. Keyindilla janubga yurish qilib, Finkidiyadagi Orol shahri Terni 7 oydan ortiq qo'rshib olib, oxiri bu shaharni ishg'ol qildi.
ئىسكەندەر زۈلقەرنەين تېر شەھىرىنى قورشىۋ алғанда, u Persiya şəhərinin bir parça məktubini tapşırıb alıdı. Məktubda Paris şahı imperiyanın yerim territoriyasını beriş bədəliga onun bilan tinchlik kelishimi tuzdiganligini aytdı. ئىسكەندەر زۈلقەرنەيننىڭ Barmino ismli bir generali bu şərtni muvafiq görüb, agar men ئىسكەندەر زۈلقەرنەين bo'ladigan bo'lsam, bu shartga qo'shilgan bo'lardim deydi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين uningga, agar men Barmino bo'lgan bo'lsam, menmi bu shartni qabul qilgan bo'lardim deb javob berdi. Ter shaharni olgandan keyin ئىسكەندەر زۈلقەرنەين Gazaga askar tartdı. Bu shaharni 2 oy qo'rshib olgandan keyin bu shaharni tartib oladi. Shuningdan keyin Misr o'zligidan taslim bo'ladi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين Misrda bir mezgil qo'shinini dam oldirg'ach ratga soladi. Shu chaqda u garchi 24 yoshda bo'lsa-mu, Misrliklar uni pir avillikka ko'stib, uni iloh deb jakarlaydi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين qo'shinini boshlab Osiyoga qaytdi. Milodidan burunqi 313-yili Erbil urushida u Persiya qo'shinini qattiq mag'lub qiladi. Uning qo'shini Babiloniyaga besib kirganda ئىسكەندەر زۈلقەرنەينگە taslim bo'lishdan to'sish uchun Persiya shohi Dara 3ning bir general tarafidan o'ldirilganligini anglaydi. Biroq ئىسكەندەر زۈلقەرنەين bu ish tufaylidan xushal bo'lib ketmaydi. U yana Dara 3ning varislarini o'ldirib etadi. 3 yil ichida ئىسكەندەر زۈلقەرنەين Eronning sharq qismini istilo qiladi. Keyin O'rta Osiyoga hujum qilib, har jangda g'alaba qilib mangdi. Halbuki uzun muddatlik urush qilish bilan uning qo'shini charchab ketdi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين qo'shinini boshlab Persiyaga qaytishga majbur bo'ladi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين 1 yildan ko'p vaqt sarf qilib, o'zining imperiyasini ratga soladi. Bu jarayonda u ayni zamonda birdan-bir davrga mos keladigan Grek madaniyatiga tayangan edi. Buningdan boshqa faqat barbari madaniyati bor edi. Biroq u Parislarning o'zining madaniyati bor, shunga ularni hurmatlashga arziydi deb qaraydi. U o'zining hukmronligidagi Paris Grek madaniyatini barpo qilib chiqishni taklif qiladi. Milodidan burunqi 323-yili ئىسكەندەر زۈلقەرنەين kezik kesli bilan o'lib ketdi. O chaqda u aran 33 yoshda edi. O'zining varisini belgilab qo'yishga texi ulgurolmagan edi. Uningdan keyin uning generallari varislik huquqini talashib, urushib, imperiyani 3 bo'lakka parchalab tashlaydi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين tarixdagi komediyalik ulug' shaxs deb qaraladi. Grek madaniyati bilan sharq madaniyatini birlashtirib, bu ikki xil madaniyatni beyitish u ilib borgan urushlarning eng zo'r muvaffaqiyatlarining biri edi. Grek madaniyati shu sababdan Eron va Mesopotamiyada, Suriya, Misrlarda tez tarqalgan. ئىسكەندەر زۈلقەرنەين 20dan ortiq shahar barpo qiladi. Buning ichida eng muhimi Misrdagi İskəndər shahri edi. Bu shahar dunyodagi ilg'or shaharlardan bo'lib qoladi va shuningdek ilm-fan, madaniyat markazlaridan bo'lib qoladi. ئىسكەندەر زۈلقەرنەيننىڭ dunyodagi ta'siri Napoleon, Gitlerlarga selishtirganda zo'r. Shunlashqa meningcha 100 shaxs ichida uni keyingi ikkisining oldiga qo'yishga tamoman haqliqmiz. Manba izdash to'ridan elindi.